Assalomu alaykum, hurmatli prezidentimiz. Men Buxoro viloyati Romitan tumanida yashayman. Hozirda bir nafar farzandim bilan mana shu oshxonachada yashaymiz. Gaz ballonam, hamma narsamiz mana shu uyda. Ular remontda hech narsasi bo'lmabdi. Shu yili bilan ustimizdan suv o'tib yotibdi. Sizni qaroringizga muvofiq yugurdim, 2 oy 3 oy befoyda bo'lmadi bizga. Ayollar daftariga kirgizib 21.600.000 so'mgacha uy-joy ta'miri uchun yordam bor deyilgan bandi bor ekan qaroringizda. U narsa bizga kelganda ishlamay qoldi. Chiqargan qonun, chiqargan qaror ishlamadi bizga kelganda. Bir. Ikkinchisi, raisga boramiz, nimaga tinglamaydi, rais joyida bo'lmaydi, telefon qilamiz, xayr qani nima bo'ladi deb telefon olmaydi. Ijtimoiy xodim qo'yilganga 6 oy 7 oy bo'libdi yangi. Kelib bir sharoitimiz ko'rmaydi. Nimaga bacha puli 178.000 bo'lgan desang, men qayerdan bilay, bor bankadan so'rab keldi deydi menga. Men больницada yotibman, so'rayman, SMS kelgan 178.000. Men больницada aniqlab ber desam, men qayerdan bilay, plastik qayerdan bilsa o'shada aniqlab keling deydi borib. Gapirsangiz yozmagin, menga chiqsangiz murojaat qilmagin. O'zimiz qo'limizdan kelgancha yordam beramiz deylar. Kelib dalolatnoma yozdirib ketdilar urush qilib. Natija yo'q. Qishloq joyi bo'lsa ham gazdan tortib suvgacha sotib olib ichamiz. Qishloq joyi, ana bu qishloq, bizga nashirin suv kelgan. Bizdan bitta oldin qishloqqa bor suv ichadigan suv. Nima bizga yo'q? Gaz qaytmasangiz ham bo'ladi. Gazni ko'rmaganimizga 20 yil bo'libdi. 20 yil gaz nimaligini bilmaymiz. 20 yildan beri gaz ballon sotib olib ulaymiz ayol boshimiz bilan. 5 oy 6 oy bo'ladi erimiz Rossiyaga ketganiga, endi 1 million pul keldi. Uni ro'zg'orga ishlatamizmi? Farzandimiz uchun ishlatamizmi maktabiga? U bilmay turibmiz hisob-kitob qilib. Oxashira ishi bo'lsa O'zbekistonda, ana bizda ham ishlaymiz, ayollar qarab, qorin to'yib, buna yaxshi ish bo'lsa qorin to'yadigan. Yo'q. Nechta yosh besh yuribdi. Yo'q ish. Yo'l kira berib Romitanga borib kelgana, qissa ko'tarmaydi. Har kuni 14.000 15.000 yo'l kira berib. Ish yo'q. Erkaklar darbadar ko'chama-ko'cha yotib yuribdi. Patent taxlayman, налог to'layman, gaz taxlayman deb. Qanaqa hayot bo'ldi bu?